Atiga 20 dona qoldi xolos akalar. E'tibor beringlar. O'sha ko'pchilik so'ragan Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloklarning ichida eng baquvvati bo'lgan motorlari 17 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan bo'ladi, lekin korobka qismini o'zini zavodskoy korobkasini oldirib tashlab, mana shunaqa katta 550 litalik 20 ot kuchli turbalonli traktorlarga qo'yiladigan mana shu korobkani biz mana shu oldida turgan 17 ot kuchli motorga qo'yib, usulinniy qilib olib kelganmiz. Bunaqa usulinniy qilishdan sabab motoblok yana ham baquvvatroq, quvvatliroq ishlashi uchun. Sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama eng baquvvat bo'lgan bu motoblogimiz sizlarga hozir ma'lumotlari narx-navosigacha tanishtirib o'taman va o'sha hamma kutgan rollari gidravlikali motoblok bo'ladi akalar. O'ng ruchkani bossiz, o'ng tomonga o'zi avtomatik buriladi. Chap ruchkani bossiz, chap tomonga o'zi avtomatik buriladigan rollari gidravlikali, mo'z qismi ham eng katta mo'zdan qo'yilgan motoblok. Eng kattasini hamda eng baquvvatini olaman degan akalar. Bundan yaxshiroq tanlov bo'lmasa kerak. Va undan tashqari bu motobloklarimiz uchun universal agatlarimiz tayyor bo'lgan. Ko'rib turishinglar mumkin. 50, 60, 70, 80, 90 agatgacha bemalol legirovka qilsanglar bo'ladi. Chunki bu yerda legirovkalari bor. Xohlasangiz ichkariga, xohlasangiz tashqariga chiqazib, o'zingiz istagan razmeringizda agat olishingiz mumkin. Xo'p, va undan tashqari hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida 20 dona mana shunaqa benzapilani tekinga sizga berib yoramiz. Tekinga mana shu benzapilani olmoqchi bo'lsangiz, sharti juda ham oddiy. Hoziroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yganingiz uchun mana shu benzapilani sizga tekinga pul olmasdan shundog'iga berib yoramiz. Baykal firmasiga tegishli motorlari eng katta bo'lgan 5800 gilzali benzapila 32 tali sep strellar qo'yilgan. Ishlashiga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tganimdek tekinga beramiz. Faqatgina videoga bitta like tugmasini hoziroq bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qo'ying va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, benzapilangizni qanday qilib olib ketish shartlarini to'lig'ini tushuntirib o'tamiz. Motoblogimizni tanishtiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib e'tibor berasizlar. Motorlari o'sha aytib o'tganimdek 192 F motor 17 ot kuchlik benzinli motor bilan jihozlangan. Videoni boshida aytganimdek, lekin korobka qismini katta usulinniy qilib, motorga nisbatan katta korobkani qo'ydirib kelganmiz, baquvvatroq ishlashi uchun. Xo'p, motori stator kalit bilan jihozlangan, statorlar, akkumulyatorlar qo'yilgan. Kalitda ham yurg'izsangiz bo'ladi, xohlasangiz zavodnoy orqali ham yurg'izsangiz bo'ladi. Va ko'pchilik aytishi mumkin, ukam korobka kattaligini hisobiga motorga nagruzka tushib, benzin rasxoti ko'payib ketib qolmaydimi degan akalar e'tibor berasizlar. O'sha narsani inobatga olgan holda original karburator qo'ydirganmiz. Korobka katta bo'lib, rasxot ko'payib ketmasin degan maqsadda original karburatorni qo'ydirib, 1 soatiga atiga 7-8 grammdan 1 litrgacha nagruzka holatda benzin yeydi. Bu degani ancha ekonomik hamda 80 benzinni ham quyib ishlataverasizlar. Juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Benzin tanlamaydigan model hisoblanadi akalar. Har doimgidek vozdukhlari maslinniy qilib olib kelganmiz. Ichlariga har doim aytamiz, masla quyib ishlatish kerak. 50-60 gram masla quysangiz, motor sizga uzoq umr hamda yaxshi xizmat qiladi. Oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari har doimgidek bor. Korobka qismiga o'tadigan bo'lsak, korobkasi o'sha aytib o'tganimdek 20 ta ot kuchli katta motorlarga qo'yiladigan, turbalonli motobloklarga qo'yiladigan katta 550 litalik korobka qo'yilgan. Stop, baquvvatroq, sifatliroq ishlasin degan maqsadda. Mo'z qismi ham o'sha katta mo'zdan qo'yilgan hamda bu motoblogimiz rollari gidravlikali 360 gradusli motoblok. Yo'lda haydab ketayotgan jarayoningizda motoblokni o'ng tomonga tortib, qiynalib burilmaysizda, o'ng ruchkani bossangiz o'ng tomonga o'zi buriladi motoblok.
chap ruchkani bosadigan bo'lsangiz, chap tomonga o'zi burilib, avtomatik harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Yoshi kattaroq odam ham, yoshroq odam ham qiynalmasdan hayday oladi. Xo'p, orqasidagi agatimizga o'tadigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, xolasangiz 50, xolasangiz 60 qilib, ikkala tomondagi agatni ham surib ishlatsangiz bo'ladi. Xolasangiz orqa tomondagini olib tashlab turib 1 metrli agat qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz chizilulab kultivatsiya ham bo'ladi. Istalgan razmeringizga tushadi. Xo'p, bu agatlarimizning narxi 700 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha. Motoblogimizning narxiga o'tadigan bo'lsak, komplektiga oldida turgan freza qo'shiladi. Orqasida bitta tormozi bo'ladi. Tormozini mayda-chuyda dokument, kulch-puli shunga o'xshagan narsalari va motoblogimiz va videoni boshida aytgandek bonus hamma narsasi bilan original variantini 8 million 800 ming. Bu modelimizda prostoy modeli bor. Narxi 8 million so'm akalar. Kimga shu turdagi motobloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Soni cheklanmagan miqdorda istalgan turdagi motobloglarni bizda xolasangiz yig'ilgan, xolasangiz bu tomonda korobka holatda ham olsangiz bo'ladi. Xohlaganlar yana bu tomonda konteynerimiz ichida ham to'la motoblog kimga nechta kerak bo'lsa, sonidan umuman muammo bo'lmaydi akalar. Xo'p, videoni boshida aytdim, tekinga mana shunaqa benzopilalardan berib oraman dedim. Biz do'konga kelasiz, hozir ko'rsatib o'tgan 100 xildan oshiq istalgan bitta o'zingiz uchun yoqqan motoblogni biz do'konga kelib xarid qilasiz. Do'kondan motoblog sotib olganingizdan keyin kirib shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Bu omadli barabanda ichida hozir sizlarga ko'rsatgan benzopilam, undan tashqari drill, kulush nabor, xullas mana shu yerdagi instrumentlar, tevadagilar hammasi hattoki benzopilam shuning ichiga yozib qo'yilgan. Kelasiz, barabanda aylantirib yuborasiz va bu barabanda nima sovg'a tushsa, tekinga beramiz. Oddiy misol, hozir ko'rsatgandagi benzopila tushsa, benzopila beramiz, drill tushsa, drill beramiz, kulush nabor tushsa, kulush nabor, nima tushsa, pul olmaymizda, shundoqga tekinga beramiz. Buni sababi siz bizni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosganingiz uchun biz sizga do'konimizning nomidan o'sha instrumentni tekinga beramiz. Shuni hisobiga videoga like bosib, kommentga omad deb yozib qo'ying. Kelganingizda yaxshi-yaxshi sovg'alarni tekinga beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.